butun dunyoda rak kasalligi avjiga olib rivojlangan paytda Yapon olimlari buni asosiy sababini topishdi. Buning asosiy sababi biz sevib iste'mol qiladigan pista yog'i. Bu yog' emas, benzin. Uzoq vaqt buzilmasligi uchun benzindan tayyorlangan geksan qo'shiladi. Bu yog' emas, bu benzin. Ko'rib turganingizdek, bugun ijtimoiy tarmoqlar mana shunday xabarlarga to'lib ketdi. Biz bu muhokamalarga yakun yasash maqsadida soha eksperti bilan suhbat o'tkazishga qaror qildik. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston yog' ishlab chiqaruvchilari assotsiatsiyasi raisi Oybek Zufarov. Assalomu alaykum Oybek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zufarov Oybek, texnik fanlar doktoriman. O'zim yog' sanoat uyushmasida 8 yildan beri rahbar bo'lib kelmoqdaman. Doktorlik maqomini Yevropada olganman, o'qiganman va himoya qilganman. Ayniqsa yog' moyi qayta ishlash, ya'ni tozalash bo'yicha bir nechta ilmiy maqolalarim hozirgacha chiqadi. Ayniqsa Yevropa davlatlarida maqolalar chiqazaman ilm jihatdan va ko'plab yog' ishlab chiqaruvchilar bilan chet ellik hamkorlar bilan birgalikda ishlaymiz. Sizni chaqirishimizdan maqsad shu, bugun ijtimoiy tarmoqlarni portlatayotgan Yapon olimlari o'simlik yog'larining tarkibida neft aniqladi, ular rak keltirib chiqaradi degan xabarlar keskin tarqayapti va ularga isbot sifatida ilmiy maqolalar uchun ham havolalar keltirilyapti. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? O'zi o'sha ilmiy maqolada nimalar yoritilgan? Bu e'tirof etayotgan ilmiy maqola 1924-yilda nashr etilgan Yapon olimlari tomonidan. Bu maqola 1915-yil, 32-yil hamda 67-yillarda rakka qarshi yoki rak uyg'otuvchi kasalliklar o'rganishlar natijasida qilingan xulosalarga havola qilingan. Bu maqolada aslida neft mahsulotlari, kimyoviy moddalar, sintetik moddalarni qanchalik rak uyg'otish masalasi quyonlarda, chichqonlarda o'rganilgan bo'lib, shu natijalar aks ettirilgan bo'lib, bu maqolalarda o'simlik moyi umuman eslab o'tilmagan. Tushunarli. Demak, ilmiy maqola shunchaki manipulyatsiya uchun chiqarilyapti, shunaqami? Endi ilmiy maqola nimasi bo'ladi? O'ziga auditoriya yig'sa bo'ladimi yoki o'ziga aholini jalb etish deyiladimi? Shu yordamdan ilmiy maqola nomi foydalanib kelinadi. Bu ilmiy maqola ochiq internetda bor. Xohlagan odam kirib shu ilmiy maqolani topsa bo'ladi. U yerda ko'rsa bo'ladiki, umuman bitta oziq-ovqat masalasi bo'yicha tegishli joyi umuman yo'q. Bitta aytganingizdek, bitta manipulyatsiya deyiladimi, hype deyiladimi, o'ziga auditoriya qilish deyiladimi. Endi bu ko'proq blogerlarga bog'liq bo'lgan narsa. Ilmiy maqolani mualliflari, ya'ni Yaponiyada o'zi yog' iste'moli qanday? Endi yog' iste'moli haqida gapiradigan bo'lsak, keling bir dunyo bo'yicha bir aytib o'taylik, o'zi qancha o'simlik moyi ishlab chiqariladi va qaysi turlari. Dunyo bo'yicha yilga 220-230 million tonna yog' ishlab chiqariladi, o'simlik moyi. Shundan 70-80 million tonnasi palma yog'i keladi, 60 million tonna soya moyi turadi, keyin уже raps moyi turadi, semichka moyi va boshqa moylar turadi. Yaponiyaga keladigan bo'lsak, Yaponiya aholini oladigan bo'lsa, Yaponiya aholisi o'rtacha 110 million atrofida bo'lsa, shundan bular yilga 2,5 million tonna yog' iste'mol qiladi. Asosiy iste'mol qiladigan o'simlik moylarini bular import qilishadi. 2,5 million tonnadan endi tasavvur qiling, 1 million tonna raps moyi, 700 ming tonna palma moyi, 600 ming tonna soya moyi, 100 ming tonna kungaboqar va boshqa moylar. Bu iste'moli. Nimaga bunaqa ketgan? Raps ko'pchilik bilmaydi nimaligini, palma moyi ko'pchilik bilmaydi nimaligini. Endi bizda iste'mol qilinadigan kungaboqar moyi. Bular aslida qaysi moy turi arzon bo'lishiga kelib chiqqan holda hamda bezararligidan kelib chiqqan holda bu narsani import qiladi. Misol tariqasida bugungi kunda raps moyi bilan palma moyi eng arzon moylardan hisoblangan uchun ko'proq buni iste'mol qilish hamda 100 ming tonna kichkina raqam emas, kungaboqar moyni ham iste'mol qilishadi. Endi tasavvur qiling, shunchalik moylar bizga zarar bo'ladigan bo'lsa, shuncha moylar zarar bo'ladigan bo'lsa, Yapon aholisi shuncha ko'p moy iste'mol qilmaysizlar. Aholi jon boshiga solishtiradigan bo'lsak, bu yerda bir insonga yiliga Yaponiya tomonidan 22 kilo atrofida o'simlik moyi iste'mol qilinishi statistikada ma'lum. Bu ham o'sha ma'lumotlarda bor. Bu ko'pmi, kammi degan savol tug'iladi. O'zbekistonga qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda bir inson yilga o'rtacha 13,5 kilo o'simlik moyi iste'mol qiladi. Bu degani O'zbekistonda salkam 1,5-2 barobar ko'p degani. Endi bu faktlardan kelib chiqadiki, agar haqiqatan shunchalik blogerlar aytgandek yaponlar shunga qarshi bo'ladigan bo'lsa, u iste'mol moyini kamaytirardi. Ammo bunaqa emas. Keyin aytib o'tishga kerakki, iste'mol moyini ishlatish darajasi, ya'ni bu rivojlanish belgisidir.
bir insonga yiliga 20 kilo deymiz ham, 13 kilo deymiz ham, to'g'ridan to'g'ri bu qozonga solib yog' sifatida kirmaydi. Bu yo non tarkibida kirishi mumkin. Margarin sifatida, konditser mahsulotlari, sir mahsulotlari, yogurt mahsulotlari ichida hammasini ichida, shokolad mahsulotlari ichida o'simlik moylari bor. Hammasini jamlaganda o'shanda bu norma kelib chiqadi. Asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, ya'ni neft masalasida o'zi ekspert sifatida aytingchi, neftdan yog' olishda imkoni bormi? Ya'ni neftning tarkibi bilan yog'ni fundamental tarkibida qandaydir bog'liqlik bormi o'zi? Endi neft chiqaradigan bo'lsak, neft ming yillab chirish davomida yer qarshisida hosil bo'lgan mahsulot. O'simlik moyi nomidan o'simlikdan chiqadigan moy deyiladi. Bu kungaboqar bo'ladimi, bu paxta bo'ladimi? Ya'ni har bir o'simlikdan o'zini ishlab chiqaradigan tarkibida moy bo'ladi. Hatto ishonasiz, malina moyi ham bor. Kerak bo'lsa, nima turdagi urug' bo'lsinki, shu urug' tarkibida o'zini moyi bo'ladi. Va bu moylar hammasi iste'molga yaroqli bo'ladi. Neft mahsulotidan o'simlik moyi tarkibida juda katta farqi bor. O'simlik moyi asosan uch asl glitseridlardan hamda yog' kislotalaridan iborat bo'ladi. Neft mahsulotlari faqat ugleroddan, vodoroddan iborat bo'ladi. Bu kimyoviy tarkibi ham juda katta bir-biridan farq qiladi. Bu bir-biriga hech yaqinlashtirib bo'lmaydigan narsa. O'simlik yog'ining asosi o'zi nima? Misol uchun kungaboqar moyi deydigan bo'lsak, mana yozib qo'yibdi vitamin E deb. Bu yerda o'simlik moyining asosiy qismi uch asl glitserid bo'lib turib, 99.9%. Qolgan 0.01% bu yerda vitamin E bo'lishi mumkin. Antioksidant, flavonoidlar va odam organizmiga zarur bo'lgan moddalar hammasi ichida jam bo'lgan. Ya'ni o'simlik moyisiz, omega 3 kislota, omega 6 antioksidantlarsiz organizm yasholmaydi. Ya'ni bu organizm talabidan kelib chiqqan holda. Shuning uchun bu iste'mol kundan kunga ortib boradiki, bu organizm talab qiladi, inson organizmiga zarur bo'lgan moddalar ichida bor. Ya'ni faqat uch asl glitseridlar emas, kerak bo'lsa fosfolipidlar bor. Fosfolipidlar u miya faoliyatini yaxshi ish olib borishiga, antioksidantlar odam qarish klitkalarini sekinlashtirish jarayonini nazorat qiladi. Va shunga o'xshagan foydali moddalar ko'p. Tushunarli. Keyin yana bitta mavzuga to'xtalmoqchiman. Yog'ni ishlatganingizdan keyin biroz muddatdan keyin ustida plyonka hosil bo'lib qoladi. Shuni hisobiga ham odamlar plastmassaga o'xshaydi deyshadi. Shunga munosabat bildirib o'tsangiz. Endi bu nimadan kelib chiqadiki, aslida o'simlik moyini ishlatilsa bir marta ishlatilishi lozim. Ishlatilgandan keyin to'kib tashlash kerak. Mana semishka yog'imi, boshqa moy ham oladigan bo'lsak, siz aytganingdek tuxum qovurgandan keyin tovada bu plyonka qachon hosil bo'ladi-ki, birdan hosil bo'lmaydi. U tovog'ingiz bir kun qolib ketgan bo'lsa, ertasi kuni уже hosil bo'ladi. Bu nimadan kelib chiqadi? O'simlik moyi yuqori temperaturada qayta ishlagandan keyin uzoq muddat turadigan bo'lsa, polimerga aylanadi, ya'ni plyonkaga aylanadi. Shuning uchun tavsiya etiladiki, hamma aksariyat qism o'simlik moylari ishlatilganda bir marta ishlatilishi lozim. Ikkinchi marta ishlatiladigan bo'lsa, kimyoviy tarkibi buziladi. Ya'ni uch asl glitserid bo'lmaydi, aldegid, keton va boshqa kimyoviy elementlarga bo'linadi. Bu ishlatilgan o'simlik moyi bo'ladi. Bu faqat qayta ishlashga, utilizatsiyaga berilishi kerak. Ko'p ishlatiladigan o'simlik moylari ham bor. Bu frityur moylari deyiladi. Frityur moylari kartoshka fri, chips qovurishga, keyin baliq, tovuq qovurishga ishlatiladi. Bu frityur moylari aslida bitta o'simlik moyi emas, bir necha o'simlik moylar turlaridan iborat bo'lib, tarkibiga antioksidant qo'shilgan bo'ladi. Bu o'simlik moyi ko'proq xoreka sektori, xorekada o'tgan restoranlarda, keyin fast foodlarda ishlatiladi. Hozir shunaqa xizmat ham chiqib qoldi. Ya'ni siz ishlatgan yog'laringizni to'plab turib, ma'lum bir tashkilotga bersangiz, u yog'larni sizdan sotib olyapti. Ular qayta ishlab bu yog'larni savdoga chiqaryapti. Qayta ishlangan yog'lar haqida gapirib bersangiz. Yo'q, bu bir marta ishlatilgan yog'ni qayta ishlagandan keyin bu o'simlik moylari faqat iste'mol uchun emas, buni moylash materiallari deylik yoki sovun ishlab chiqarishga ishlatiladi, ya'ni texnik maqsadlar uchun ishlatiladi. Oziq-ovqat maqsadlari uchun emas, ayniqsa texnik maqsad uchun ishlatilib, bu narsa to'planadi, qayta ishlanib va boshqa mahsulot tur ishlab chiqarish uchun sotiladigan mahsulot. Ammo bu o'simlik moylarini ikkinchi marta yoki uchinchi marta ishlatilishi mutlaqo tavsiya etilmaydi va bu narsa savdo rastalarida umuman yo'q. Sotiladigan bo'lsa, o'sha aytganda buni
yuvuvchi moddalar, sovunchilar olishi mumkin, sovun ishlab chiqaruvchilar olishi mumkin, moliyash materiallarini ishlab chiqaruvchilar olishi mumkin va boshqa turdagi texnik maqsadlarda ishlatilayotganda bu narsalarni qo'llash mumkin bo'ladi. Siz yuqorida aytib o'tdingiz, yana qayta ishlatsa bo'ladigan, bir marta foydalangandan keyin yana foydalansa bo'ladigan yog'lar bor dedingiz. O'sha yog'lar O'zbekiston bozorida savdoda mavjudmi, yo'qmi? Bu moylar aytganda fritur moylar deyiladi. Bu fritur moylari endi to'g'ridan-to'g'ri savdo peshtoqlarida topamiz, chunki bu fritur moylarini ko'proq restoranlar, ko'proq sexlar, ko'proq zavodlar ishlatadi. Bu fritur moylarini ko'proq to'g'ridan-to'g'ri o'zligingiz olib keltirishib, o'zini ehtiyoji uchun ishlatiladigan moylar hisoblanadi. Ya'ni bu fritur moylarini iste'molda yoki sotuvda topa olmaysiz bu narsani. Pista yog'lari, umuman o'simlik yog'larini hidsiz va rangini yaxshilash uchun anchagina qayta ishlanadi. Bu tabiiy hol. Ana shu qayta ishlash jarayonida bularga qandaydir hidini yo'qotish uchun yoki rangini yaxshilash uchun kimyoviy moddalar qo'shiladimi yoki yo'qmi? Rangini yaxshilash uchun отбельный glina degan narsa qo'shiladi raffinatsiya jarayonida. Odatda raffinatsiya qanaqa ishlatiladiki, raffinatsiya bu tozalash jarayoni. Yog'lar nerafinerni masalan press yo'li bilan olingandan keyin press yo'li bilan olinishdan oldin bu холодный отжим bo'ladi, горячий отжим, ya'ni issiq qovurish yordamida press yo'li bilan olingan bo'ladi va qovurmasdan press yo'li bilan olingan bo'ladi. Shuning ikkita farqi bor. Bu olingan o'simlik mollari raffinatsiya qilinadi. Raffinatsiya bir necha bosqichdan iborat. Hozirgi kunda keng tarqalgan bu fizikaviy raffinatsiya hisoblanadi. Raffinatsiya nimaga kerak? Raffinatsiya bu jig'ilnoq qaynatmaslik uchun erkin yog' kislotalari ko'p bo'lsa, shuni olib tashlash. Fosfolipidlar foydali narsa, lekin buni olib tashladiki, chunki fosfolipidlar qolib ketadigan bo'lsa, qozonda qovurilayotganda yog'ga sal qora rang berib yuboradi, qoraytirib yuboradi, shuni olib tashlashadi. Bundan tashqari rangini ochartirish uchun отбельный glina deb ishlatiladi. Отбельный glina oqartiruvchi tuproq deyiladi. Oddiy sodda qilib ketganda mana odam oshqozoni bo'lsa, filtrlangan ko'mir ichishadi. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. O'simlik moyidan kerak bo'lsa, shu filtrlash uchun ko'mir ham ishlatiladi. Bu narsa oqartirish uchun ko'mir ishlatiladi. Keyingi jarayonda oladigan bo'lsak, bu hidlantirish. Hidlantirish hozirgi kunda rivojlangan bo'lib turib, dezodorizatsiya degan uskunasida, vakuum ostida yuqori temperatura 230-240 gradusda bu dezodorizatsiya qilinadi, ya'ni hidsizlantiriladi. Fizikaviy raffinatsiyada bu hidlantirish jarayonida erkin yog' kislotalari ham uchib ketadi hamda bu sifati yaxshilanib, bu yerda iste'mol qilayotganingizda mana ko'p yog'larni ba'zida iste'mol qilsangiz jig'ildoq qaynatadi, jig'ildoq qaynatgan bu yerda erkin yog' kislotalari ko'p kamligidan iborat bo'ladi. Haligi masalaga qaytib o'taman, nimaga ikkinchi marta ishlatib qo'ymaydiganda, aldegiid ketondan ko'paygandan tashqari kislota soni ko'paygandan keyin ikkinchi ishlatilgan o'simlik moyi, ya'ni bir marta ishlatilgandan keyin kislota soni ko'payib, bu jig'ildoq qaynatishga olib keladi. Ya'ni buni ishlata olmasak, ikkinchi marta ishlatsangiz, bu o'zingizga уже ovqatni yaxshi hazm qila olmaysiz va me'daga tegadi bu narsa. Raffinatsiya shu narsa hamma zarur bo'lmagan qo'shimchalarni olib tashlaydi. Afsus, ba'zi misol uchun zarur bo'lgan fosfolipid yoki vitamin E, antioksidantlar ham bir 50% ga bu narsa kamayadi dezodorizatsiya paytida. Bu fakt, bu ilmiy tarafdan hamma joyda isbotlangan. Lekin bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, endi oldinda ota-bobolarimiz olingan yog'ni hammasi qozonda dog'lashardi. Bunga hozir umuman ehtiyoj yo'q. Ammo ba'zi korxonalar oladigan bo'lsak, dezodorizatsiya uskunasini ishlatishmaydi, shunda sotuvga chiqarishadi. Etiketiga o'qiladigan bo'lsa, raffinatsiyalangan, mana bu yerda raffinatsiyalangan, dezodorizatsiyalangan deb, bez zapxa deb qo'yibdi. Bez zapxa это dezodorирование, dezodorizatsiya dog'langan degan. Endi buni dog'lash kerak emas. Dog'lashga kelganda odamlar bozordagi hidli yog'larni hidsizidan ko'ra tabiiyroq, foydaliroq deb o'ylashadi-da. Shu mavzuga munosabatingizni bildirib o'tsangiz yaxshi bo'lar edi. Yana hidli yog' bilan hidsiz yog' bitta farqi dog'langan, dog'lanmagan. Bundan qaraganda. Hidli yog' olishadi, dog'lashadi. Dog'layotganda, qozonga solganda, qozonda harorat 230-240 gradus ko'tariladi. Zavoddan uy sharoitida restoranda dog'lash farqi borki, zavodda vakuum ostida qilinadi. Uy sharoitida atmosfera bosimi ostida qilinadi. Ya'ni kela jarayonida ham gradus bir xil bo'lsa ham, atmosfera bosimi ostida, ya'ni uy sharoitida dog'langanda yog'lar parchalanadi. Ya'ni 3 atsilglit, aldegiid va keton va boshqa kimyoviy elementlarga parchalanib, o'zidan уже foydasiz yoki zararli mahsulotga olib kelinadi. Shuning uchun tavsiya etiladiki, o'simlik moylari dog'lash yuqori temperaturada tavsiya etilmaydi. Balkim dog'lamoqchi bo'lsa, tez dog'lashi mumkin.
va ovqat jarayonini boshlashi mumkin bo'ladi. Chunki go'sht solishdan oldin yog'ni haroratini ko'rsangiz 240 gradusgacha yetib boradi. Lekin piyoz yoki go'sht solishingiz bilan bu harorat 190-180 gradusga tushadi. Shuning uchun olinadigan bo'lsa iste'molga hidsiz yoki hidi kam bo'lgan o'simlik moyini olib yozib qo'yilgan bezzapqa yoki hidsiz yoki dezoratsiyalangan o'simlik moyini olib buni dog'lamasdan to'g'ridan-to'g'ri ishlatish tavsiya etiladi. Keyin yog'dan foydalanayotganda odamlar ba'zan haddan ziyod qizdirib yuboradi va natijada tutun hosil bo'ladi va yog' kuyundilari hosil bo'ladi. Bu narsalar ham odamlar orasida zararli, rak keltirib chiqaradi degan gaplar ham bor. Yog'lar qaysi hollarda kasallik keltirib chiqarishi mumkin va qanday kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin? Yog' qachon zararli bo'lib qoladi? Yog' yuqori temperaturada qayta ishlansa, uzoq dog'lansa, zararga olib kelinishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun aytib o'tgandek, bu yuqori haroratda uzoq muddat dog'lash tavsiya etilmaydi. O'simlik moyini deylik, oddiy o'simlik moyi, frityur moylarini aytayotganim yo'q. Bir necha bor ishlatiladigan bo'lsa, u zararga olib kelinadi. Qolgan qismda o'simlik moyi faqat foyda. Foyda deyotganim organizm, inson organizmi uchun talab etiladigan kerakli omega 3, omega 6 yog' kislotalari mavjud. Bundan tashqari vitamin E degan mahsulot bor. O'simlik moyi, palma yog'ida vitamin A, karotinoid degan mahsulotlari bor, qo'shimchalari bor. Bular faqat insonga foydalikka olib keladi. Ya'ni inson organizmi talab qilgan moddalar shu o'simlik moyi beradi. Shu o'simlik moylarini foydali deyapsiz. O'simlik yog'lari ba'zi onkologik kasalliklarga dori sifatida ham o'rganilayotgan ekan. Shu haqida ozroq fikr bildirib o'tsangiz yaxshi bo'lar edi. Gapingiz to'g'ri. Oxirgi yillarda olimlar tomonidan internetda ko'rsatib chiqadi maqolalar. Mana aytib o'tgandek, olimlar tomonidan bu o'simlik moyi qanchalik foydali tarafligi isbotlangan. Boshida aytib o'tdimki, o'simlik moyi ya'ni qovurmasdan press yo'li bilan olinadigan holodniy ujum deyiladi. Shu o'simlik moyi tarkibida raffinatsiyalanmagan o'simlik moyi bu qovurish uchun emas, bu salat moyi sifatida yoki bir qoshiq iste'mol qilinadigan bo'lsa, bu faqat foyda, chunki tarkibida flavonoid, fosfolipid, vitamin E va turli xil boshqa foydali mahsulotlar bo'lib turib, organizmga bu foyda bo'ladi. Olimlar isbotlaganki, ba'zi o'simlik moyining flavonoidlari shu rak kasalligini oldini oladi. Misol uchun, savdo rastalarida bugungi kunda ko'rsangiz ham olivkoviy maslo deymiz yoki zaytun moyi deymiz. Zaytun moyini oladigan bo'lsak, ko'pchilik ko'radi extra virgin deydi. Extra virgin bu qovurishsiz, shundoq press yordamida olingan o'simlik moyi hisoblanadi. Qimmat bo'ladi, chunki bu termik qayta ishlanmagan bo'ladi va raffinatsiyalanmagan bo'ladi bu narsa. Va shu o'simlik moylari tarkibida foydali mahsulotlar ko'p bo'lgani uchun kerak bo'lsa ba'zi kasalliklarni, bu rak kasalliklarini oldini olishga olib keladi. Ba'zida kunga boqari ham nerafinirованный fasovka qilingan sotadi. Bu qovurishga emas, boshqa qozonda ovqat tayyorlashga emas, ayniqsa salat tayyorlashga ishlatiladigan o'simlik moylari. O'zbekistonga masalan chet eldan ham yog'lar ko'p kirib keladi, ya'ni import sifatida. Shu yog'larni kim nazorat ostiga oladi? Laboratoriyada bu yog'lar ham tekshiriladimi? Tarkibi, u zararliligi, bozorga chiqishiga kim kafolat beradi? Endi aksariyat qismi bizga kirib kelayotgan o'simlik moylari raffinatsiyalanmagan, tozalamagan xomashyo sifatida kirib keladi va O'zbekistonda yog'moy korxonalarida, zavodlarda bu qayta ishlanadi. Avvalambor kirib kelayotganda boshqa laboratoriyasi bor. Go'standart, ya'ni standart laboratoriyalar bor, tekshiruvdan o'tadi. Undan tashqari har bitta korxonaning o'zining laboratoriyasi bor. Bu o'simlik moylari qayta ishlanganda, ya'ni raffinatsiyadan tozalanganda o'zini sifat talablari bo'yicha tekshiriladi. Bugungi kunda asosiy narsa ko'proq hozir tadbirkorlar tarafida sifatga e'tibor beriladi, chunki konkurensiya juda katta rivojlangan. Agar bitta pog'ona sifatni kamaytiradigan bo'lsa, o'zini mahsulotini sota olmaydi. Shuning uchun tadbirkorlar ko'proq bugungi kunda sifatga e'tibor beradi. Agar sifat talabga javob bermaydigan bo'lsa, u bozor yo'qotdi hisob. Bozor yo'qotdi degani o'zi biznes to'xtadi. Shuning uchun bu avtomatik mexanizm, sifat albatta nazorat qilinadi. Tadbirkorlar tomonidan ham kirib kelayotgan xomashyo boshqalar tomonidan bu tekshiriladi sifati. Kundalik hayotimizda biz rostdan ham sifatliroq yog'lar, ya'ni zaytun yog'lariga o'simlik yog'larini alishtirishimiz kerakmi? Masalan, semizka yog'larini tavsiyalaringizni berib o'tsangiz odamlarga. Avvalambor zaytun yog'i ham o'zimizdan o'simlik yog'iga, kungaboqar yog'iga o'xshagan yog'.
uni kamchiligiga kelib chiqqan holda buni narxi ham yuqori bo'ladi. 1 litr semishga kunga boqar yog' narxi 20 ming, 25 ming bo'ladigan bo'lsa, zaytun moyini narxi 70 ming, 80 mingdan boshlanadi. O'simlik moylari reklama jihatdan bu narx qimmatlashadi. Tarkibini oladigan bo'lsangiz, bu o'simlik moyi, bu o'simlik moyi uchasil glitserid. 99.9% tarkibi bir xil. 0.1% qo'shimchalari bo'lishi mumkin, lekin aksariyat qismi bu tarkibi bitta narsa. Shuning uchun tavsiya etiladigan narsa bor peshtoqlarda bor o'simlik moylari. Kunga boqar moy bo'ladimi, raffinatsiyalangan, paxta moyi bo'ladimi, raffinatsiyalangan, jo'xor yog' bo'ladimi, raffinatsiyalangan. Ya'ni shu o'simlik moylarini ishlatish tavsiya etiladi. Bu narsa ko'proq talab va ehtiyojdan kelib chiqqan holda. O'rik yog'lari bor, deylik, shoftoli yog'lari bor, aptekalarda sotadi bu narsa, dorixonalarda sotadi. Bu o'simlik moylari ham dori sifatida ishlatsa bo'ladi bu narsani. Bu talab va taklifdan kelib chiqqan holda. Albatta, kungi bahor moyi narxi bilan deylik, o'rik moyi narxi yog' juda qotdi. Shu narsa xomashyodan kelib chiqqan holda bu narsa. Tushunarli, rahmat. Menimcha biz odamlarni qiziqtirgan asosiy savollarga javob topdik deb o'ylayman. Vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat Qo'ttiga, rahmat chaqirganingiz uchun rahmat.